Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, Qalam Media Group hamda bizning hikoyalarimizni tinglovchilar. Bugun biz aslida boshqa bir hikoyani sizlarga o'qib eshittirmoqchi edik. Ammo sal avval bir necha 10 kun oldin bizga kelib tushgan bir hikoya yodimizga tushib qoldi. Bir akamizdan hikoya kelib tushgan edi. O'zlarini hayotlari haqida. Men jurnalist bo'laman deb nomladik bu hikoyani nomini. Men o'zi uzun tezkorda yetkazib beruvchi bo'lib ishlayman. Ish vaqtim har xil fe'l-atvorga ega insonlar bilan muloqotga kirishaman. Demak, men kuni kecha bir maktabga oshxonadan taom yetkazib berdim. Maktabga borganimda sinfxonada o'tirgan o'quvchilarni ko'rib bolalik davrim esimga tushdi. Hurmatli Shohjahon, to'g'risi ko'zimga yosh keldi. Biz otamiz rahmatli, bolam o'qi, ertaga bir stolning egasi bo'lasan deb ko'p bor aytardilar. Biz esa bu gaplarga parvo ham qilmasdik. Hozir 35 yoshdaman va endi tushunib yetdim o'qish kerakligini. Xullas kalom, sinfxonada o'tirgan bolalarga ustozlari bugungi mavzusida men kim bo'lmoqchiman nomli mavzu o'tmoqda. Va sinfxonadagi o'quvchilardan ba'zi birlari shifokor, ba'zi birlari injener, kimdir bankir va yana kimdir usta duradgor. Ammo o'quvchilardan biri o'rnidan turib dadil va qo'rquvsiz ovozlar bilan "Ustoz, men jurnalist bo'laman" deb so'z ochdi. To'g'risi hayron qoldim. Va hali ham kech emasdir deb o'zimga o'zim aytdim. Negaki men ham yoshligimda, bolaligimda men jurnalist bo'laman. Radio eshittiruv uylarida radio orqali insonlarga yangiliklarni ulashaman deb orzu qilardim. Shu zahotiyoq maktabdan chiqdim. To'g'ri uyga bordim. Va internetdan jurnalistika bo'yicha ta'lim beruvchi nufuzli O'zbekistondagi universitetlarni qidirdim. Va aynan jurnalistikaga ixtisoslashtirilgan O'zbekiston Jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universitetini topdim. Onlayn telefon orqali
O'zbekiston bilim va malakalarni baholash agentligi orqali qabulga ariza topshirdim. Kasbiy ijodiy imtihonlar hamda Davlat test markazi tomonidan o'tkaziladigan davlat test imtihonlaridan o'tdim. Balim uncha yuqori emas, ammo o'rtacha chiqdi. Demak, bolalikdagi qilingan orzuligicha qolmas ekan, dedim o'zimga. Aynan mana shu jumlalarni, so'zlarni bir yaxshi uzum tezkorda ishlaydigan aka bizga jo'natganlar. Bu uchun ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu o'rinda men ham o'z so'zlarimni aytmoqchimanki, hech qachon yoshligingizdagi qilgan orzuyingizdan voz kechmang. Orzuga qarab qancha intilsangiz, o'sha orzuyingiz shunchalar sizga yaqinlashadi. Negaki, o'zim ham muddatli harbiy xizmatdan kelganimdan so'ng mana endi xuddi shu akaxonga o'xshab O'zbekiston Jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universitetiga hujjatimni topshirdim. Kasbiy ijodiy imtihonlardan yuqori ball bilan va davlat test imtihonlaridan ham bilimimga yarasha ballar bilan o'tdim va bu mening ushbu universitetga ikkinchi bor imtihon topshirishim va ikkinchi bor hujjat topshirishim. Ammo hali ham o'z orzuyimdan voz kechganim yo'q. Mana shu ko'rib turgan kanalingiz ham 2022 yildan buyon qayta ijod qilinadi. Agar sizda ham qandaydir bo'lsa-da hayotiy hikoyalaringiz bo'lsa, menga bog'laning. Albatta, siz azizlar uchun doim xizmatdamiz. Hech qachon o'zingiz qilgan orzudan voz kechmang va orzuga qarab to'xtovsiz harakatlaning. Yo'lda mashaqqatli, sinovli yo'llar chiqsa ham. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lib qo'ying yoki like bosib qo'ying. Yaqinlaringizga ushbu audio hikoyalar radio eshittiruvi, internet radio eshittiruvini ulashing demayman. Chunki bu o'zingizning xohishingiz. Agar sizga yoqsa va birovga kimgadir ulashmoqchi bo'lsangiz, bemalol. Yana efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.